Bismillahirrohmanirrohim. Aqaribi. Aqarib degan qarindoshlar degani. Oxirgi i qo'shilsa mening qarindoshlarim bo'ladi. Al-mufradat lug'atlar. Jaddun doda, jaddatun buvi, hafidun nabira. Hafidatun bu bilamiz, nabira qiz bolaga nisbatan. Ammun amaki, ammatun amma. Xolun tog'a, xolatun xola. Armulatun bu yerda endi armalatun beva ayol, armalun beva kishi. Endi o'zbek tilida unday deyilmaydi, lekin arab tilida mana muzakkar muannasga ajratiladi. Taw'amun egizak degani. Bularni albatta yodlab olamiz. Keyin bunga kirishamiz. Xo'p, bu yerda nima deyaptilar? Xo'p, quyidagi kelgan iboralarni yoniga oiladagi oila a'zolaridan har birini ismini yoz. Masalan, axu validi huwa ammi mana. Otamning ukasi u amakim. Demak, axu ummi nima bo'ladi? Onamning akasi yoki ukasi huwa xoli, tog'am. Validu validi, otamning otasi huwa jaddi bo'ladi. Shuni o'zimiz yozamiz. Uxtu validi, otamning opasi hiya ammati ammam. Uxtu ummi, onamning opasi ya sinisi hiya xolati, xolam. Ummu ummi, onamning onasi hiya jaddati, buvimdir. Hop, Hiba bilan Xadijani o'zaro suhbati. Hazihi suvaru ro'iatun ya Xadijatu. Bu suratlar ey Xadija juda ajoyib. Ya'ni ey Xadija bu suratlar ajoyib. Man fis suratil ula. Birinchi suratda kim? Birinchi rasmda kim deyapti. Haza akhil afsata. Bu o'rtancha akam. Ismuhu Shawqi. Ismi Shawq. Huwa rajulu itfa'in. U o't o'chiruvchi degani. Rajulu itfa'in degani o't o'chiruvchi. Ya'ni o't o'chiruvchi bo'lib ishlaydi. Kam umruhu? Yoshi nechida? Umruhu 30 sana. Hamahu Allahu. Amaluhu sa'bun jiddan. Xadija aytayaptiki, uni yoshi 30 yosh. Alloh uni asrasin. Uni ishi juda ham qiyin. Hiba, na'am, ma'aki haqqun. Ha, to'g'ri. To'g'ri aytayapsan. Ma'aki haqqun degani to'g'ri aytayapsan. Ya'ni sen haqsan demoqchi. Va man fi surati saniyati. Ikkinchi rasmda kim? Xadijatu. Fi surati jaddi Salim. Suratda dadam Salim va jaddati Fatimatu ma'al ahfadi Umar va Jad va Jana. Va buvim Fatima, Umar, Jad, Jana nabiralari bilan birga. Umar huwa bunu ukhti. Umar u opamning o'g'li, jiyanim demoqchi. Umruhu yoshi 5 sanawatin, 5 yoshda. Huwa latifun jiddan. U juda ham muloyim bola. Va yaqulu li daiman, menga doimo aytadiki, uhibbuki ya xolati. Ey xolajon, men sizni yaxshi ko'raman deydi. Va hazihi Jana. Bu Jana. Hiya ibnatu akhiyal kabir. U katta akamning qizi. Umruha 3 sanawat. Uni yoshi 3 yoshda. Validuha najjar. Uni otasi duradgor. Najjarun duradgor. Va haza ibni Jad. Bu mening o'g'lim Jad. Umruhu 6 sanawat. Uning yoshi 6 yoshda. Huwa fi as-saffil awwali fil madrasati. U madrasada 1-sinfda. Ya'ni u madrasada 1-sinfda o'qiydi. Ha, bu yerda endi hamakalloh. Alloh seni asrasin, himoya qilsin. Ma'aka haqqun, sen haqsan. Hafizakalloh, Alloh seni asrasin. Atallallohu fi umrik. Alloh umringni ziyoda qilsin. Kam shaxsan fi usrati Xadijata. Xadijani oilasi nechta kishi bor? Kam shaxsan fi surati saniyati. Ikkinchi rasmda nechta kishi bor? Maza ya'malu Shawqi. Shawqi nima? Ya'ni kim bo'lib ishlaydi? Nima ish qiladi? Shawqi axu Xadijata. Xadijaning akasi ekan. Solimunda kim bo'ladi? Kimi? Umarchi, Fatimachi yozib chiqamiz. Bu yerda endi eshitamiz. Bu yerda man fi surati. Masalan, shunday savol bermoqchi bo'lsak, suratdagi kim demoqchi bo'lsak, arab tilida shunday bo'ladi. Javobiga fi surati akhi. Suratda akam yoki uxti. Man fil bayti. Uyda kim bor? Akhi fil bayti. Akam uyda bor. Mana shunday bo'ladi.
Hal ta'ishu ma'a jaddik va jaddatik. Dadang va buving bilan birga yashaysanmi? Javob beramiz. Agar yashasak, na'am a'ishu ma'a jaddi va jaddati qilamiz. Agar yashamasak, la a'ishu ma'a jaddi va jaddati. Kam umru jaddatik, jaddik va jaddatik. Buvang va buvingning yoshi nechida? Kam xolan va xolatan 'indak. Senda nechta tog'a va xolang bor? Kam amman va ammatan 'indak. Senda nechta ammaking va ammang bor? Xo'p, min ayna nur? Nur qayerdan yozamiz? Kam shaxson fi usrati nur? Nurning oilasida nechta kishi bor? Hal usratu nur sag'ira? Nurning oilasi kichkinami? Maza tadrusu nur? Nur nima o'qiydi? Mana sukan, as-sakan, yashaydigan joy, umr yoshi, umrul jad, boboni yoshi va hokazo, bularni eshitamiz. Hop, Jamol yadrus, mana Jamol o'qiydi, davom ettiramiz. Fi jamiatil kulliya va hokazo. Roviya min, masalan, nima deymiz? Roviya min Toshkentdan. Umruha yoshi 3 sanavat yoki nima? Bu yerda sanatan ekan. Endi yozamiz masalan 13 sanatan. 13 yoshda hiya, endi jamiya universitetda o'qigani uchun hiya tadrusu bo'ladi, yosh kattaroq bo'ladi. 20 sanatan desak ham bo'ladi, 20 yoshda. Ammun bu yerda masalan ismlarning shakllari birlik, mufrad birlik degan, musanno ikkilik degan, al-jam' ko'plik degan. Masalan, ammun bitta amaki degan. Ammani bo'lsa ikkita amak. Ammayni ham ikkita amak, faqat ning ma'no yoki ni ma'nosi bo'ladi. U o'tiladi. Ammani ham ammayni ham ikkita amak. Mana bu ikkita amaki bo'lsa, bu ikkita amakini yoki ikkita amakining va hokazo. A'mamun amakilar degan. Ammatun amma bitta amma. Ammatani ikkita amma yoki ammatayni. Shuning uchun biz Arabikuz nahvu sarf kanaliga Mabda'un nahvudan dars o'tganmiz. Shuni ko'rsak bo'ladi yoki soddalashtirilgan arab tili grammatikasi. Lekin Mabda'un nahvu yaxshi. O'shani bitta o'qisak, ancha nahvuni ham olib borayotgan bo'lamiz. Xolatun masalan, xola bo'lsa, xolatani ikkita xola bo'ladi. Ammatun mana mufrad, amma, ammatun qilib ko'paytirsak bo'ladi. Ya'ni mana bunday oxiriga. Xolatun xola bo'lsa, oxiriga xolatun, ya'ni alif bilan tani ziyoda qilsak, xolalar bo'ladi. Ya'ni oxiri toy marbuta bilan tugasa, mana shunday tugasa, ko'plik yasamoqchi bo'lsak, mana bu atunni qo'shib qo'yamiz bo'ldi. Ammatun. Toy marbutani olib tashlaymiz faqat. Indahu a'mamun, uni amakilari bor, lekin ma indahu akhwalun. Lekin uni tog'alari yo'q. Indaha ukhwatun. Uni aka ukalari bor, lekin ma indaha akhawatun. Lekin uni opa singillari yo'q. Lekin yuqoridagi oldidagi gapni to'g'rilab yuboradi bu yog'ida. Kam amman indak? Nechta amaking bor? Kam xolatan indahu? Uning nechta xolasi bor? Kam umru jaddik? Dadangni yoshi nechida? Hal indaha ammatun? Uning ammalari bormi? Ma'man taskunu? Kim bilan yashaysan? Indi 5 a'mamin. Menda 5 ta ammam bor. Mana bu yerda mana bunday qilar ekanmiz. Menimcha shunday tushundim mana. To'g'ri. Kam amman indak mana. Kam xolatan? Indahu xolatun bitta. Kam umru jaddik? Umruhu 80 sanatan. Hal indaha ammamatun? La. Mana shunday bo'ladi. Bu yerda endi savol javob qilamiz. Hal indaki akhwalun? Seni xolalaring, tog'alaring bormi? Ya samah. Na'am deydi masalan. Faruq mana indahu, uni ikkita xolasi, ikkita tog'asi borsak, xolani qilamiz. Va 3 a'mamin, va 3 ta amakisi bor. Ana sara, men saraman. Indi bo'ladi. Menda ukhtun, bitta opam bor. Va akhawani, va ikkita akam bor. Buni o'zimiz yozamiz. Xo'p, Yusuf indahu akhun va ammatun va akhwalun. Yusufni akasi va amakilari, bu yerda ammalari va tog'alari bor. Endi Yusuf indahu akhun, Yusufni akasi bor.
Lekin unda opalari yo'q mana. Yoki opasi yo'q. Mana Yusuf indahu ammun. Yusufda amakisi bor, lakin ma indahu ammatun. Lekin ammasi yo'q. Xo'p, ammun birli amaki, a'mamun amakilar, ammatun amma, ammatun ammalar, xolun tog'a, axvalun tog'alar, xolatun xola, xolatun xolalar, axun aka, xolatun xola bo'ldi. Uxvatun bu yerda hop. Uxtun opa bo'lsa axavatun opalar bo'ladi. Bu yerda endi o'zaro suhbat, masalan, kam amman indak, amaki nechta aytamiz masalan. Indi salasatu a'mamin, menda 3 ta amakim bor. Hop. Bu yerda mana tovushlar kelgan, tolibatun, toliba qorsa ham bo'ladi, lekin eshitishimiz kerak. Bu yerda mana mumarridatun, kalimatun, kalimanimi qarimizada eshitamiz bu yerda ham. Bugungi dars shundan iborat ekan. Keyingi dars endi 4-bo'lim. Vallohu a'lamu bis-savob.